Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga tabiiy mahsulotlardan o't haydovchi va hazm yo'llarini davolovchi dori retseptini o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 250 mg limon so'ki va mana bunaqa lionoviy maslo, ya'ni zig'ir yog'i, toza asal. Birinchi bo'lib limonimizni so'kini chiqarib olamiz. Mana shunaqa limonlar tuz qo'yamiz, chiqadi. Maslahat etib o'tib ketaman. O't pufagi dimlanib, o't suyuqligi toshga, o'tda tosh paydo bo'lishiga sabab asosan ertalabki nonushta qilmaslik bo'ladi. Sababi ertalab o't pufak o'zini o'tini ishlab chiqarganda uni sarflash uchun biz nonushta qilishimiz kerak. Nonushta qilmasak, shunaqa o't yo'llari dimlanib qolgan o't qora smolaga aylanib, keyinchalik o't toshiga aylanadi. Butun o't pufagini smola o'sha o't toshi qoplab olgandan keyin o'zining funksiyasini umuman bajara olmayotgandan keyin u pristup berishni, og'rishni, yallig'lanish, shamollashni boshlaydi. Ovqatimiz oshqozonda qaynamaydi, ya'ni parchalanmaydi. Limon so'kimizni setkadan o'tkazib olamiz. Setkadan suzib olgan limon so'kimizga lion yog'ini qo'shamiz. Zig'ir yog'i bilasizlar, o'simlik yog'i bo'lgani uchun efir yog'lar turiga kiradi. Mana so'kim 200 g, asalim 200 g bo'lgani uchun 200 g toza asal solamiz. Buni hech qanaqa zarari yo'q. Buni tayyorlab qo'yib uzoq vaqt juda ko'p ichsa bemalol bo'ladi. Sababi buning ichida hech qanaqa ximikat yo'q. Ovqat hazmini, hazm yo'llarini davolovchi dori. O'zim tajribamda 2 yoshli o'g'limga shu doridan tayyorlab berganman va ichirganman. Sababi ichi qotib qolar edi va ovqat yaxshi yemas edi. Yosh bolalarni ham o'ti dimlanadimi desanglar-da, yosh bolalarni ham o'ti dimlanadi. Men o'zimni o'g'limga shu doridan ichirganman. Asal juda ham qattiq ekan, erish qiyin bo'lyapti. Ichishdan oldin yaxshilab aralashtirish kerak. Sababi asal og'ir bo'lgani uchun tagiga cho'kib qoladi, so'k o'rtada qolib, yog' yuziga chiqib qoladi. Yaxshilab aralashtirib, ichishdan oldin yaxshilab aralashtirish kerak.